Dasturlash nima? Siz bugungi videodan so'ng dasturlash nima ekanligini bilib olasiz. Dasturlash bu kompyuter yoki boshqa qurilmalar uchun dasturlar, ilovalar, tizim dasturlari va boshqalar yaratish jarayoni. Dasturlashda maxsus dasturlash tillari kerak bo'ladi. Masalan, Python, Java, C++, JavaScript, CSS yordamida kod yoziladi. Ushbu kod kompyuterga qaysi vazifalarni qanday bajarishi kerakligini tushuntiradi. Dasturlash quyidagi maqsadlarda ishlatiladi: veb-saytlar va mobil ilovalar yaratish, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish, o'yinlar ishlab chiqarish, ma'lumotlarni tahlil qilish va avtomatlashtirish, dasturiy ta'minot yaratish. Dasturlashni o'rganish orqali siz texnologiyalarni dunyosida katta imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin.